dostlar, Qozonimizning tarixi big boy ham g'oyat mavqtirg'ish. Bugun men sizni shaharimizning 1000 yillik parkina chaqiraman. U shahar o'zagida, Qobon ko'li bo'yida, Marsel Salimjanov ham atrof so'ramlari o'rtasida o'rnashgan. Park 2005-yilda Qozonning 1000 yilligi hurmatini ochilgan. Parkka kelgan qo'noqlarni qopqalarga qo'yilgan kichkina ojdaholar qarshi oladi. Ne uchun ojdaholar deysizmi? Chunki Qozonimiz bilan bog'liq ko'pgina rivoyatlar, legendalarda yilonlar, ojdaholar suratlanadi. Qozon suv yarimidagi bir tog'da yarim yilon, yarim ojdaholar yashaganlardi. Qozonimiz tuzilgan yerda qanotli yilon ko'rganlar. Shunga ko'ra da qanotli yilon Qozon gerbida da ko'rsatilgan. Park o'rtasida Qozon turadi. Burungi rivoyatlar bo'yicha shaharimiz Qozon shekilli chiqirli o'rinda solinadi. Shunga ko'ra qal'ani Qozon deb ataylar. Jay kuni Qozon suvi yanida fontan ota. Onasi Qozonning qaynab turuvi turida siylaydi. Qozon suvidan turli yoqlarga nursimon alleyalar ketadi. Onda ağaçlar o'sadi. Bu ağaçlarni Qozonning почетli гражданlari, darajali qo'noqlar o'tirtgan. Parkda shulayq buyuk shoir Qilg'ayligida haykal qo'yilgan. U bundan 8 asr ilk yashagan. Qilg'ayli otoqli qissa Yusuf poemasining avtori ekanini men aytmasam-da bilasizdir endi do'stlarim. Mana shulay. Bunda yol eti bilan birga tarixni da o'rganirga mumkin. Tug'an yoq tarixini o'rganigiz do'stlarim. Sog' bo'linglar.